Jon aka, 30 ming so'mlik zapravka qo'ying, 2 ming so'mlik ham aka qo'yasizmi? Insofingiz bormi aka? Ye? Qaytar dunyo-ku. Esizdami o'tgan yil qishda 100 ming so'mlik zapravka qo'ying aka desam, senga 150 ming so'mlik ham zapravka qo'ya olmayman deyordingiz. Esizdami? Qachon ochirtim aka keladi, iltimos aka qo'yib bering desam, 2027-yil yozda seni ochirting keladi deyordingiz. Esizdami? Mana aka, xalqni davri keldi endi. Xohlasam 5 minglik qo'yasiz. Xohlasam mana 2000 so'mlik qo'yasiz. Davay 2000 so'mlik qo'ying. Alisher aka 2 minglik yoqib yuboring. Odamlarga nima bo'lyapti? 2 ming so'mga ham qo'yadimi? To'xta. Bizda hamma narsa 1-apreldan terminal bo'ldi-yu. U meni hozir yedirdimi? Men hozir uni 2x qilib yediraman. Qachon kelarkin endi bu? Nima bo'ldi aka? 2000 so'mlik zapravka qo'ydingizmi? Aka, men 2 mingni tiqing-da joyiga. Ha. Bizda hamma narsa 1-apreldan terminal. Ye? Menda faqat naqd pulim bor. Plastigim yo'q. Qana to'lasam bo'ladi? Endi bilmasam, bilmaymiz. Aka uni demang, to'lavering. Jon aka, shu plastigingizdan mashinamga metan qo'yaylik. Aka, qoch-e. O'zlaringcha metanchilarni yedirmoqchi bo'lasizlar. Lekin o'zlaring 2x yeysizlar. Bilib qo'yinglar, metanchilarni hali beri yedira olmaysizlar.